qirdingiz. Ishlayapmiz. Bir o'zingiz fikringizni bo'lsangiz, o'sha Andivoq aniq sistema rostdan ham bormi? Qanaqa ishlayapti? Отчетностьdan olib ishlayotganlarimiz, mana hozir bilan safarga keldik. Mana shunaqa chiroyli muqaddas joydamiz. Bir o'zingizni xolisona fikringiz, hech qanaqa tayyorlanishlarsiz mana kelib olamiz. Assalomu alaykum. Aniq sistema bu aytilganday ishlayapti zo'r. Aytilgancha bor. Aniq sistema, aniq vaqtlari bor o'zini. 6 ta 7 ta kiriladi, tepani olinadi, chiqiladi. Stop-loss yo'q ekan aniq vaqtda. Likvidlar u har bir zona bo'yicha keltirib o'tsam stop-loss bor. Faqat uni olib chiqishimiz bor. Olib chiqish obrotkasi bor ekan. Qolib ketishmas. Ha, shunaqa. Stop-loss yeb qolib ketmay zarar bo'lmay ekanda, sirazi obrotkasiga ishlab yana olib chiqib ketilar ekan. Yo'q, aniq sistema zo'r, tavsiya qilaman. Nima keldingiz mana vaqtgacha Samarqanddan kelyapsiz, rozimisiz, o'xshyaptimi? Roziman, xudoga shukr, zo'r o'xshayapti. Prosta internetdagi har xil narsalar, bizani nima bu narsamiz. Ya, u tashqi tomondan bilan ichki umuman farq qiladi. Ha, internet u hype zo'r, u yo'q, bu yoqlarda umuman internetda hype qilishda, atak shotlarni ko'rsatib olib chiqsa agar u vashi u bomba bo'lib ketadi. Biz har kuni shu kanallarda before afterlarni qo'yib boramiz, shotlarni qo'yib boramiz. So'ng kelayotgan oldimizda odamlar oldida live savdosini ham ko'rsatamiz. Ya'ni samarqandlarni kelgan odamni xursand qilish uchun u oldida ishlab beriladi, как нужно tepa olinadi, savdo qilib beriladi. Yana bitta aytmoqchiman. Qo'shimcha qilib vaqtida Xudoga shukr bizga kelayotgan odamlarni hammasini oldida ko'rsatib, cho'tga ishlatib beramiz. Baribir bitta-ikkita odamlar borda, bizdan chiqib ketayotadi, baribir ozgina xafa. Nega? Bizga kelayotgan odamlar novichok emasda, biladigan odamlar keladi, o'zining tajribasi bor. Ular qayerdadir o'qib o'rganib, o'zlari natija qila olmagan, bu yoqqa kelib ham natija qilish sal qiyin. Endi bizda aniq sistema qilganmiz, stop vaqtini kutsin, ortiqcha analiz qilmasin, kirsin, ishlasin. Shuni o'zida ham to'g'ri shot bilan, to'g'ri risk bilan yo'nalishdan olib ishlasa zo'r bo'ladi. Mana misol uchun Xushnud akamiz birinchisi emas, bundan oldin ham qo'yib keldik, hamma natijalari bor. Zo'r, mana bundan oldingi insonlar ko'rib, o'sha internetdan isroilagan videolarni ko'rib, bu yoqda videolarni ko'rib, shu ijtimoiy tarmoq orqali kelib tanishib, mana shu joylarga keldik. Avvalo Alloh, alhamdulillah. Mayli. Kuzatib boringlar, yana natijalarni qo'yib boramiz. Aniq sistema. Aniq sistema. Rahmat hammaga.